Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Ko'p TV kanali. Do'stlar, tabriklasanglar bo'ladi. Mana kecha 177 tronga tushib qolgandik 192 dan. Hozir mana ko'rib turganlaridek 246 ga chiqib oldik. O'zi 250 nechadan ham chiqqandim. 258 ga ham o'shanaqa chiqqandim. Keyin 244 ga tushib qoldim. Ya'ni 10 tronni, 12 tronni tushib qolgandim. Hop, minusga. Xo'p, oldingi videolarimni ko'rib kelayotgan bo'lsanglar, bilasizlar, o'sha bugun 6-kun. Xo'p, har soatlik bonusimizdan olamiz. Hozir men Silverdaman. Maqsad Goldga o'tish. Undan oldingi maqsad esa 500 tronga chiqarish. Mana shu oyning oxirigacha. Xo'p, bugun chislo bizada 24 ekan. 4 kun qolibdi. Fevral bo'lsa 28-da 4 kun. Endi ko'ramiz, balki 500 tronga chiqararman, balki unga yetmas. Harakat qilaman, to'xtamayman. Necha tron bo'lsa ham mayli, endi maqsad osacha shu oy oxirigacha bo'lsa 500 qilishadi. Mayli. Nima bo'lsa ham harakat qilamiz. Balki 350 tron bo'lar, balki 400 tron bo'lib qolar, bilmayman. Xo'p, lekin men harakatdan to'xtaganim yo'q. Men bonusimni ko'rsanglar, mana kecha kam edi, bugun ko'paydi. Xo'p, mayli. Bir xil o'ylash mumkin, sen misol o'sha 177 trondan tashqari yana tashlagansan tron yoki nimada qilgansan deyishlar mumkin. Lekin men hisobimni to'ldirganim yo'q. Mana depozitga kiramiz. Oxirgi marta 24,5 tron bilan mana 24,5 bilan qachon kirgan ekanman? 13 kun oldin men pul tashlaganman. 13 kun oldin, undan oldin 4 oy oldin, keyin 5 oy, 6 oy, 9 oy, 1 yil. Shunaqa. Hamma tronimni to'g'risini oldingani qilarimda yutqazganman. Men 1 yil, 9 oy, 6 oy, 5 oy oldingilarni, 4 oy oldingilarni hammasini yutqazganman. Xo'p, hozir esa 13 kun bo'ldi. Mana shu 24,5 tronim bilan mana shu kungacha to'g'ri orada men video olmaganman, boshqa narsa qilmaganman. Uni ko'tardim, ko'tardim, yana tushirdim. Bundan oldingi videoni ko'rgan bo'lsanglar, 192 tronim bilan men 177 ga tushib qoldim. Kechagi kun men uchun sal minus bo'ldi. Nimaga? 15 tron yutqazdim. Uni videoda ko'rsatganman. Lekin videoda ko'rsatmaganim 130 tron men minusga kirib ketdim. 130 tron. Tasavvur qilyapsizmi? Menda общий 280 2midi, 83midi yoki shunaqa atrofda adashmasam, o'shandan men 100 nechaga tushdim? Короче 280 bo'lsa, undan 130, ya'ni 130 tron ayirsak 280 dan 150 qoladi. Menda 154 tronim bor edi o'sha kuni. Kechani o'zida, keyin uni men ko'tardim 192 tronga, uni 2 tron qilaman dedim. 170 tron, 177 tronga tushib qoldim. Bu degani 15 tron yo'qdan 130 tron, ya'ni общий 145. 145 tronni men summaga chiqsam 460 mingmi, shunaqa bo'lyapti. Yo'q, 460 ming yoki 440 mingmi? Shunaqa bo'lyapti. Men harakat qildim kechani o'zida, yana kechki payt, keyin bugun ertalab yana o'ynab 246 tronga ko'tarib oldim. Bu degani normalniy. Ya'ni o'sha yutqazganimni yarmini chiqazib oldim. Kecha misol 15 tron, 130 tron, 145 bo'lsa, menda 284 tronmi, 82 tron bo'lgan bo'lsa, o'shandan minus qilganimizda ham men hozir 246, hop, deylik 250 tron bo'lgan taqdirda ham 30 tron, 34 tron hozircha minusdaman. Harakat qilaman bugunning o'zida ham buni ko'tarishga. Ana hozir birinchi uchirtda kechagi 13 taktikamni yana bir o'ynab ko'raman. Xo'p. Men lekin xatoyimni tushundim.
Buni hech kimga nima qilmayman, tavsiya qilmayman. Dushmanimga ham tavsiya qilmayman bu narsani, xatoni. Qanaqa xato deyishingiz mumkin. Bir kunda bir marta o'ynash kerak ekan buni. Eng kami, maksimalni eng kam minimalka bilan o'ynash kerak, maksimalni emas. Bir kunda bir marta, misol 4 turommi, 5 turommi, misol Delixlarda 50 turomdan kirdinglar. O'shani 10%, ya'ni 5 turon. Mayli, 10% kerak emas sizlarga. 5 turondan, ya'ni 5% bilan boshlanglar. 50 turon bo'lsa, 2 turon, 3 turon bir kun ichida o'ynadinglar, chiqib ketinglar bo'ldi. Chunki bu sayt shunaqaki, bir bo'lsa, misol 2-3 marta o'ynaganlarni bitta taktikadan qilib qolsanglar, o'sha yeb qo'yagansizlar. Men kecha mana shu 13 taktikamda men 15 turon yeb qo'ydim. Keyin yana bitta boshqa taktika bor edi. Bu oddiygina 13 taktika emas, ya'ni 48 u necha dramada olsa ko'ramiz. Mana hozir mana shuni o'zi oddiy kirganlarda 48 50 turadi. Xo'p. Men bunda shunaqa qilib o'ynadim. 4 marta yutqazgandan keyin 5-inchisiga kelganda kattaroq summa qo'yayotgandim. Ishonasizmi yo'qmi, 4 martadan 5 marta shunaqa yutdimda, o'sha 6-inchisiga kelganda 6-7-chi marta o'sha kelganida, ya'ni o'sha 4 marta yutqazishdan keyin qo'yayotgandim. 5-6-dan keyin boshlandi o'sha 6, 7, 8 minus berib tashlayapti. Qancha ko'p ko'tarsam, mana 2x qilib ko'tarsam, shuncha minus berib tashlayapti-da. Oxiri men 25 turondan ham 2 marta o'ynadim, minusga tiqib tashladi. Bu degani 12 ta mana bunaqa minusga kirganman. 12 marta o'ylayapsizlarmi? O'yladimki, 13-sida bersa kerak deb, yana 13-siga просто tak minimalkani qo'ydim. Bitta bo'lsa, unda ham bermadi. Dedim, o'sha yeb qo'ydim men. Xullas kelam, 3-4 marta qildinglarmi? Masalan, deylik mana hozir 1, 2, 3, 4. 4 berib qoldi. Mana shu 4 marta yutqazdim. 5-sida yutdingiz. Xuddi shunaqani 4 marta yuting, shunaqa qilib bo'ldi. 5-sida o'sha mana bunaqa bitta yana berib, ya'ni boshqatdan qilib, yana kirib chiqib mana shunaqa qilsanglar bo'ladi. O'shanda sezmaydi. Menda shunaqa sezib qoldiki, u mana hozir ko'rasizlar, 2. Hop. Bilib qolgandan keyin yomon ekan. Qancha ko'p x ko'taraversangiz, shuncha minus tiqib tashlar ekan. Hop, 2 ta minus. Minimalka bilan o'ynaymiz-da. Tak. Mayli. 100 bu hech narsa emas. 2 ta ketdi. 3, 4. 4 da yana berdi. 1. 4 ta minus beribdir. Videoga olganimcha. Hop. 3 ta 4-sini minus ber. Aha. Молодец. Hop, endi qaranglar, buni nima ko'taramiz? Ko'rasizmi, yana o'sha minus beryapti. Yana bitta ko'taraman. Yana minus berdi mana. Gap spoti bilan mana ko'rasizmi? Hali men plyusga kirganim yo'q, u o'sha minusga tiqib tashlayapti. Mana yana ko'taramiz mana. Endi balansimizda bor, mana o'sha qaranglar. Nechta bo'ldi minus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta minus bo'lib ketdi. 4 tadan keyin berish kerak edi bu taktika. Demak, mana endi mana 8-sida beryapti. Balagat. Shuni ko'tarsam bo'lar ekan, mayli. Yana bitta beramiz. Ay, ishak. Yana minus. Yana minus. Hop, 2 ta minusni chiqarib oldik. Yana bitta mana shunaqa kerak. O, bo'ldi mana. Qoyaga yutqazganlarimizni qaytarib oldik degan umiddaman. Xo'p, mayli. Yana bitta o'ynab ko'raylikchi. Hop, minus. Yana minus. 3 ta minus, bu degani 306. Yana bitta minus. Balagat. Bo'ygilan ko'tarishim kerak. Hop. Bo'ldi mana. Boyaga anaqamiz mana 600 turibdi. Endi qaranglar. Yana bitta bersa, plus balagat. Yana bitta ber. Uchiramiz keyin, to'xta. Молодец. To'xta. Ay. Mana 3 ta minus. 4-sini to'g'riga minus bermaysanmi?
1 2 3 4. Ay eshak. Mana 500 jonga deding. Tak. Yana minusdaman. Bu menda 600 edi balansda. Mayli. Hop. Minus. Jonga deding. Plyusga chiqar. Ikkita minusni plyusni. Xo'p, mayli. Bo'ldi, mana yana joyiga qaytdi. Endi nima qilamiz? Sekin tushiramiz. Mana 6400. Mayli, endi bemalol 4 tagacha minus bersa ham men roziman. Ber endi minus. Xolos qilaman, shunaqa qilasizlar-da. Ko'rdinglar, gap so'tagan dash 8 tagacha berib tashadi minus. Endi balansiga qarab harakat qilinglar. Men misol balansim normalniy bo'lgancha shunaqa qilaman. Lekin hech kimga maslahat bermayman. Bu taktikada ko'proq qilib, mana qilib 5-6 barobar qilib qo'yib, mana ketdi bir. Hop, ikkita minus, ikkita plus. Hop, mana o'zinigina o'zi qopladi. Ana endi plusga chiqdik. Kelinglar, shuni bitta cho'tki qilib plusga olib chiqa olaylik. 246 ni 247 qilaylik. Nechta bo'ldi? 3 ta minus. Hop, 4-sini ham minus ber. Aha, mayli. Endi 204 qilsak. Yana yo'ralik. Ana, malades. Joningdan. 247 yu 240. Malades. Bo'ldi. Kat shunaqa gaplar do'stlar. Hop, 13 taktikani bitta o'ynab ko'raylik. Undan oldin bitta chiqib kiraylik. Onasini emsan. Hop. Chiqamiz va kiramiz. Hop. 13. Buni ertalab 3 marta sinagandim-da, 13%. Hop, 13%. Hop, deylik. Balansdan kelib chiqqan holatda yana birdan qo'yamiz. Mayli, endi bu safar qancha minusga kirsa ham rozi bo'lamiz. Chiqib ketingga o'xshab yeb qo'ymasam bo'ldi. Mana o'sha почти 1 tronga yaqin ishladik. Davay 2 tron qil, shuni chiqib ketamiz keyin. Shu nafs yomonda ko'rasizlarmi? Nafs yomon. Nafs. Voy, bir tronni oshiq chiqaruvdi-ya, endi tushib ketdi. Hop, mayli. Davay, ko'tar. Malades. 1 tron ham yetadi bizga. Chunki boya 1 tron ishladik. Hozir yana 1 tron ishladik. 248. Yaxshi, malades. Xo'p, do'stlar, shunaqa gaplar. Bugun 6-kun, mana endi xudo xolisa ertagacha mana shuni men 300 tron qilishim kerak. Yana menga 52 tron kerak ekan. Keyin harakat qilamiz. Ana men aytgan bitta bot bor, ishonchli. O'sha orqali men kiritganman, ya'ni o'z kart orqali Pramoy saytda o'ziga tashlab bergan. Keyin bu saytdan endi Pramoy o'sha bot orqali pulni yechishga harakat qilamiz. Uning uchun biz 300 trondan oshirishimiz kerak. 300 trondan oshirsam, o'sha 20 tron yoki o'sha 24 tron, mayli 25 tron qilib chiqaraman uni. Qancha bo'lar ekan va qancha daqiqada tushirib berar ekan pul, o'shani ertaga tekshiramiz. Yo ertaga, yo indinga. Bugun seshanba bo'lsa, chorshanba. Payshanba kuni xudo xolisa kechki payt chiqarishga harakat qilamiz. O'sha 25 tronmi yoki undan kamroqmi? Men hozir olib qaraganda foydadaman-da. 248 bo'lsa, men 24,5. 25 tron deylik. Minus qilish ham taqdiringlarda. Shunda qoladi 23 tron. 223 tron men foydadaman. Mayli, nima bo'lsa ham
Shunaqa gaplar do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar. Lekin agar anaqani ko'taraman desanglar, misol deylik, levelimni ko'taraman desanglar, eng yaxshisi mana bu. Shunday olasizlar, mana balandligiga qarab, mana unaqa qilib avtomatik qo'yib qo'yasizlar deb bitta bosasizlar, bo'ldi, aylanaveradi bu. Mana balansimdan kelib chiqqan holatda mana 0.2 siqilganman. Ya'ni 0.2. 10 marta aylansa bu o'sha 2 tron degani. Bu hozir deyishim mumkin, yutqazyapti yo'q, o'zim pulim ketib yana qaytib kelyapti. 0 ga tushsa lekin yutqazaman aniq, 100%. Mana o'sha 9 aylandi. Hozir mana 17si. Va stop. Voy, bosilmadi. Mana 11. 12. Bo'ldi, mana 12 ta aylandi va mana ko'rishinglar mumkin, o'sha yana o'zgardi. 8743 17% bo'ldi. Shuni goldga o'tkazib olsam, keyin har soatda men 250 dan olaman goldda. Hozir 0.6 olyapman. Gold to'g'ri sal qiyinroq bo'lyapti yig'ish. Mayli. 2 oyda yig'amanmi, 3 oyda yig'amanmi, yig'ishga harakat qilaman shuni. Mayli do'stlar, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.